Hi everyone, welcome to High Language Training Center, New Concept English Video Classroom, and I'm Ablajan. And today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 13 and Lesson 14. Okay, guys, and today we're going to learn Lesson 13. Okay, sağolasiz yaxshimisizlar? Biz g'oyatli tarbiyalash markazimizniki şu يىڭى İngiliz tilini ders qansiga kelganlarni qarshi olamiz. Endi bugungi darsimizda 13 va 14 dars o'rganmoqchi. Andaqda şu 13 dars kelaylik. Avval şu 13 darsimizdagi intayin ko'p uchraydigan yangi so'zlar bilan bir tanishib o'taylik. Okay. Ondan keyin şu sizlar oldingi darslarimizdagi intayin muhim nuqtalarni takrorlab turyapmizlar. Bo'lsa, şu yangi dars boshlashdan burun sizlar ashniki muhim nuqtalarni bir takror qilib o'tsanglar. Shuna bo'lganda ham yangi darsimizni o'rganishinglar qanday qilsanglar intayin oson to'xtaydi-ku. Bo'lsa, masalan 10 dars o'rganayotgan bo'lsanglar, birinchi darsdan boshlab so'zliklarni bir qatimdan, undan keyin tekstni bir qatim o'lik holda bir o'qib o'tsanglar, agar endi yodlab mangan bo'lsa, yodlab o'tsanglar, tegim yaxshi. Bunda bo'lganda sizlarniki yangi darslarni o'zlashtirishinglar qanday qilsanglar yaxshi to'xtaydi. Okay. Albatta bu darslarimizni oldingi mazmunlarni ko'p takrorlab o'tamiz. Shuna bo'lsa-mu, yana bir qatim takrorlab o'tganga qanday qilsanglar yetmaydi. Bo'lsa, jiq yodlanglar. Albatta shu bir qism kitobni yodlaganlik 10 qism kitob o'rgangandan yaxshiroq-ku. Bu yodlashning ahamiyati intayin zo'r. Sizlar uchun davomli yodlab bo'lsanglar, shuni menki sizlarniki ingliz tili o'rganishingizda intayin zo'r futuqlar, intayin zo'r muvaffaqiyatlarga erishasizlar. Şu an ko'p yodlanglar. Chunki til emasmi bu? Biz matematikada ko'rganda yezib, nim qilgan emas. Yezishim albatta muhim, lekin ham nima shara yodlaganingizda hech bo'lmagan og'zingni harakatlarini. Demak, shu practice degan shu-ku. English practice makes perfect deymiz emasmi? Okay. Aniqda bugungi darsimizning birinchi so'zi nima edi? Sanlar color. Okay. Qaranglar bolalar, nima bu? Ashkin tavshin taymimcha sağdaşımızda color da bu qo'ydi. Color emas nima? Color. Okay, color. Birinchi ashkin tavsh nima? Qisqa, ham tez o'qiladi. Shu buni color. Okay, color. Okay, endi mana color deganimiz nima edi? Sanlar rang degan gap, rang. Okay, rang. Rang deymiz, color deymiz. Masalan, oq rang, white, ko'k rang, blue, okay, next one is green. Okay, green. Alright, green deganimiz yeşil rang. Shunami? Okay, ma tavish nima? Og'zingiz qilgan deganda holda qishimiz ustiga buna ko'tarib. Alright, green. Yaxshi. Green. Xo'sh, endi green deganimiz nima? Sanlar yeşil rang. Yeşil rang. Yeşil rang deganimiz green deymiz. Masalan, that car is green. And all mashina qanday desanlar yeşil rangli. Yeşil rangli bo'lsa green. Okay. Okay, next one is come. Hey, come. Okay, come. Alright, come deganimiz hamda keling degan gap. Buni da o'xshashlarni ashkin tavish nima? Qisqa. Degan tavish va. Come. Okay, hey, come. Shunami? Come here, please. And the biya kelsangiz, shunami? Here degan biya, please degan hamda takalluf so'zi. Come here, please. Demak, hamda biya kelsangiz. Bizning to'liq o'tirib bir savolashyapti. O'sha kelsangiz deganda come here, please. Biyaga bir keling, shunami? Biyaga bir keling, qo'llarini ajoyibcha bunda chaqchaq qiladi hamda. Okay, esim kelib qoldi, tuyuqsiz. Okay, nima? Come here, please. Ma jiq savodlashmasdan here ni talab qilganda here deb oldi ekan-ku. Iya degan tovushni o'rganganmi? Bu yerda. Iya. Endi nima? Come here, please. Okay, come here, please. Next one is upstairs. Okay, upstairs. Savodlashma up deganimiz nima? Sanlar ustiga degan gap, Up. Okay, down bo'lsa nima? Ostiga. Okay, up, down. Shunami? Okay, and upstairs. Okay, upstairs. Aber s rasmni keyin qopqopdi. Upstairs. Stairs deganimiz peshtoqlar. Demakchi, ustunki peshtoqlarning ustida, demakchi, ustun qavat demakchi.
Upstairs. Agar endi siz 2-qavatda turayotgan bo'lsangiz, ustun qavat 3-qavat bo'ladi. Agar 1-qavatda turayotgan bo'lsangiz, ustun qavat 2-qavat bo'ladi. Shunaqa ustki qavatni nima deymiz? Upstairs. Olim upstairs. Okay? And upstairs degan ustun qavatga chiqaylik yoki ustiga chiqing degan gap bo'ldi. Upstairs. Upstairs. Okay? And upstairs nima bo'ldi? Bola ustun qavat. Hey, come upstairs. Ustun qavatga chiqaylik. Okay, next one is smart. Okay, qaranglar, smart. Okay, smart deganimiz nima? Smart deganimiz hamda ratlik, chiroyli degan gap. Onun nasib balkim sizlar aqlli degan ma'nosini anglagan bo'lsangiz mumkin, to'g'ri? Smartphone, aqliy fonmi smartphone deymiz. Shuni olsa smart nima chiqilmaydi. Bo'ladi nima desam, kiyim-kechaklarga nima desam, nihoyat ratlik, chiroyli, ko'rkam degan ma'nosi bor. Smart. Mesela a smart dress. And daha ayol kiygan Angelina Jolie kiygan bu dress qandakan nihoyat chiroylikan, nihoyat ko'rkamkan. Shuni deymiz a smart dress. Shuni nima desam? Dress bo'ladi. Okay? Dress bo'ladi. Okay? Smart. Okay, next one is hat. Okay, hat. Xo'sh, endi bu yerga hat degan nima degan gap so'rashlar. Hat deganimiz masalan rasmda ko'rib turibsizlar, posma, shlapa, bosh kiyimlarning ko'pinchisi hat bo'ladi. Masalan, do'ppi nima deydi? Masalan, Uyghur hat. Arada do'ppi deydi hamda o'lchamda qatilsa. Chet tillikda ba'zilari Uyghur hat. Uyghur hat degan gap. Hat deganimiz shlapa, posma, do'ppi, shunami? Hat. Okay, masalan, her hat is smart. Okay, hamsa onun shlaps bo'lsa, qanday? Chiroyli. Okay, her hat is nima? Smart. Okay, next one is same. Okay, same. Xo'sh, endi same deganimiz nima? O'xshash. O'xshash rasm qaranglar, ayollar birisi-birisiga qarshi ketibdi. Chunki bularning nimasi o'xshash ekan? Dress. Okay, dress o'xshash ekan, ko'ylakka qanday ekan, o'xshash ekan, tushunami? Masalan, the same color, o'xshash rang. Okay, the same dress, o'xshash ko'ylak, tushunami? Same color and same dress. Same color and same dress. All right, next one is lovely. Okay, lovely. Okay, and the love degan muhabbat, tushunami? Lovely degan odamning shu muhabbatini qo'zg'aydigan. Demak, odamni suyundiradigan, o'moq, go'zal degan bo'lsa lovely. Love lovely. Okay, lovely degan o'moq, go'zal degan gap. Masalan, a lovely hat. Nihoyat bir o'moq shlapa. Posma, tushunami? A lovely hat. Okay, yoki nima? A lovely dress. Nihoyat bir o'moq go'zal ko'ylak bo'lsa, a lovely dress. And ayolning kiygan nimasi nima desam, naqshu dress. Okay, dress. A lovely hat. A lovely dress. Yana bir yarishimliq, chiroyli deganingda aytib, smart. Okay. Tushunami? Mana smart. Okay, mana nima? Smart. Okay. Hat. Same. Lovely. Okay, lovely. Xo'sh, hamsa shu darsimizdan tekst kelaylik. Tekstninki shu karton filmini, qisqagina karton filmini hamsa diqqat qilib bir ko'rib o'tsanglar, undan keyin tekstni tafsiliy bir tushunib o'tsak. All right. What color's your new dress? It's green. Come upstairs and see it. Thank you. Look, here it is. That's a nice dress. It's very smart. My hat's new too. What color is it? It's the same color. It's green too. That is a lovely hat. Okay, guys, so finished. All right, let's look at the text. Okay, and the birinchi jumla nimada? What color is your new dress? Okay, what color? And what color is it? And what color is that? That we're going to get now. So that's the nimi rangda. Okay, and then what color is your new dress? And this is ninke yang ko'yligingizningki rangi nima?
Okay, ham sizning yangi ko'ynikingizniki, ma'o erlarniki shirt bor. Onun ko'ynikingizni rangini nima degan deymiz bolalar? What color is your new shirt? Shunaqa, what color is your new shirt? And what color is your new dress? And sizning yangi ko'ynikingizning rangi nima? Desa, it's green. It's green. O qaysi ranglik? Yeşil ranglik. Ma ekrandan turibdi, it's green. Agar endi ko'k rang bo'lsa, nima deydi hisoblanishlar? It's blue. All right? Okay, it's blue. Okay, and sariq rang. It's yellow. Okay, and look at next one, like, come upstairs and see it. All right. And sağlaşlar mesela come degan keling degan gap. Nama upstairs gapdan qara. And come upstairs deymiz, ustiga chiqayli yoki ustiga chiqing degan gap shunama. And hamda va bilan see it. Okay, see it nima desang ko'ramiz. Endi misharaka and degan hamda va bilan degan ma'no bildiram to'g'risanglar, yo'q. Adətən bu ingilis tilida cümlə qanday desanglar, bunda bir cümlə var. Buyruq cümlə deyiladi. Buyruq cümlə. Adətən məsələn birisininki məsələn buyruq qilishni, taklif fikrini, onkin o'tinishlarni ifodalaydigan jumla shakllari məsələn bu. Məsələn come upstairs, ustiga chiqing. Adətda jumla deganimiz məsələn ega xabar to'ldirg'ish deymiz-ku. Endi ma'nonki ajab bo'l, "Uy, ajab buni egisi yo'q ekan-ku." yoki egisi nima desa come deb numus qilmaydi, eshitganmaydi-ku. Endi bunday emas. Endi bu yerga buyruq egis nima desang you. Demakchi you come upstairs. Demak, you qanday kelgan desanglar, yushirin kelgan yer. Biz uyg'urchada deymiz-ku, ustiga chiqing. Siz ustiga chiqing deb demaymiz odatda. You qanday keladi desanglar, yushirin keladi. Demakchi, come upstairs bir jumla, see it yana bir jumla, you see it. Ana bu ikki buyruq jumla birga kelganda, hamda buni qanday desanglar, bir jumlada vallahi ikki fe'lni to'qqin ham qanday qilishga bo'lmaydi, birga ekab qo'yishga bo'lmaydi. Okay, ekab qo'yishga bo'lmaydi. Endi bu ikki jumla bunday olgan qanday desanglar, ikkisi biriktirish uchun o'ttirib ni qilib qanday qilgan gap desanglar, bu buyruq jumlalari birsi-birsiga bog'laydigan gap, birsi-birsiga ulaydigan gap. Shunga mishari nima desanglar, bu ikki buyruq jumlalarni qanday qilgan? Bog'lash roli bor, bog'lash roli bor. Odatdagi jumlada ikki tal fe'l bir jumla ruqas qanday qildik? To, aniqsizlik. Odatda boding shu deymiz-ku. Aniqsizlik holat qilamiz. Masalan, okay, masalan, I come to see you. Okay, men seni ko'rgani keldim. Ko'rgili demakchi, to degan maqsadni ifodalaydi emasmi? Men seni ko'rish uchun bu yerga keldim degandek, ha? Endi bu yerga ma'no nima desanglar, bu ikki buyruq jumla. O yerga ma'no jihatda qanday desanglar, o'xshamaydi. Shunga endi bu yerga to ni qilib qo'ysak, bo'lmaydi. Demakchi, ustiga chiqing, abi ko'rib beqing degan gapda. Bu ikki jumladan endi ikki jumlani birga qetib etsak, demakchi qo'shma jumla bu hamda bu yerda. Shunga endi come upstairs and see it deymiz. Demak endi mushunga o'xshash jumla. Buningki tafsiliyatini texmo tafsil tushunmoqchi bo'lsanglar, bizniki shu grammar in use, ma keyindagi qismga diqqat qilsanglar. Okay.